Assalomu alaykum. To'xtang, eshiting oxirigacha gaplarimni. Hozir gapiradigan gaplarim sizga xuddi bir paxta qo'yishdek qanaqadir tuyulishi mumkin, lekin unaqa o'ylamang, to'g'ri tushuning. Men anchadan beri video qo'yib boraman-da. Ko'p blogerlarga o'xshab ko'chalarda bir mehnat qilib olmayman. Buni ko'pchilik biladi. Shunchaki uyda vaqt bo'lganda video olib qo'yaman shunchaki. Mana shunda ham nimaga oddiy narsa qilib chiqsam ham like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyada ishonasizmi? Negativ yo'q-da. Negativ kommentariy qoldirishmaydi. Mana bu profilni yaqinda ochgan bo'lsam, tezda 100 mingtaga chiqyapmiz-da. Hech qancha qolmadi 100 mingta bo'lishimizga. Shunchalik bir yaxshi insonmanmi? Subhanalloh. Bu o'zidan nimanidir yasash yoki xursandchiligimdan bu narsa. Hozir ko'rib chiqib o'zimga ta'sir qildi-da shu narsa. Kommentariyalarda negativ yo'q. Yomon gaplar yo'q. Hamma yaxshi ko'rib yozyapti. Nima demoqchiman? Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Joninglar omon bo'lsin. Shunchalik yaxshi ko'rib, hurmat qilib kuzatayotgan insonlarga katta rahmat. Joninglar omon bo'lsin.